To'xtang. Darrov antibiotik olishga shoshilmang. Nega deysizmi? Chunki anti degani qarshi, bio degani hayot. Demak, hayotga qarshi vosita degani. Mana bu antibiotiklarni olish natijasida organizmingizda juda katta razrusheniya bo'ladi, ya'ni buzilish bo'ladi. To'g'ri, antibiotiklarni olish kerak. Ekstremniy paytlarda, o'stri periodlarda albatta kerak. Lekin batamom kasalligini davolash uchun sizga bir vositani aytib o'taman. Bu vosita oddiygina bir bosh piyoz maydalab to'g'raysiz, bir qoshiq toza asalni aralashtirasizda, ertalab bir qoshiq, kechpat bir qoshiqdan ko'proq dog' suv bilan iste'mol qilasiz, chaynab. Mana shundan keyin siz buni muolajani to'xtatmasdan agar 4 kun davom ettiradigan bo'lsak, grippdan, yo'taldan va boshqa shamollashdan xalos bo'lasiz. Bilasizmi? Piyoz tarkibida fitansid degan modda bor. Fitansid moddasi bu gripp viruslariga, ORV viruslariga qarshi zo'r kurashib qo'yadi. Agar siz buni bilganingizda edi, siz darrov bolalaringiz yoki o'zingiz shamollanganda jonini og'ritib ukolga yugurmagan bo'lardingiz. Azizlar, albatta bu muolajani qilib ko'rishga harakat qiling. Oddiy, sodda va samarali usul hisoblanadi.